16 fevral günü 60. növbətlik Münxen Xalqaro xavfsizlik yig'ini Germaniyaning Münxen shahridagi Bavariya sarayida boshlangan. Yig'inga 50 dan ortiq davlatning prezidentlari, bosh ministrlari, 60 dan ortiq davlatning tashqi ishlar ministri va har qaysi soha mutaxassislar, diplomatlar, siyosiyonlar, bankirlar, korxonchilar, muxbirlar bo'lib 2000 dan ortiq kishi qatnashgan. Bu yig'inga Uyg'urlarga vakolatan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa apandimning ishtirok qilishi diqqatga sazovor bir nuqta bo'lgan. Dolqin Aysa apandimning bildirishicha, u bu yig'inda Ukraina masalasi va Falastin masalasiga o'xshashla Uyg'urlar masalasining dunyo tinchligiga munosabatlik jiddiy bir masala bo'lganligi haqida savollarni o'tirg'a qo'yib, yig'in ahlining diqqatini Uyg'ur elidagi irqiy qirg'inchilikqa tortishga tirishgan. O yig'in jarayonida Xitoy bilan bir sapda turayotgan Saudiya Arabiston, Kuvayt qatorliq davlatlarning vakillari bilan uchrashib, ularga Xitoyning ichki yuzlamachilik siyosati bilan islom dunyosini aldayotganligini anglatgan. Dolqin Aysa yana Litva tashqi ishlar ministri Langenbergis, Koreyaning sobiq prezidenti Ketarovich va Polsha tashqi ishlar ministri Sikorski bilan ko'rishgan. Xitoy Sharq Turkistonning neft boylig'ini texmo zo'r ko'lamda bulang-talang qilish uchun darajadan tashqari cho'nqurliqda quduq burg'ulashga boshlagan. Sharq Turkistondagi Xitoy tashviqot organi Tangirtog' to'rining 16 fevral xabar qilishicha, Xitoy hukumati Sharq Turkistonning tarim o'ymonligiga 10 ming metrlik cho'nqur quduq, cho'nqur yer qatlami yoki birinchi quduqi 9900 metrdan ortiq burg'ulinib bo'lgan. Xitoyda iqtisodiy krizisga duch kelgan chet ellik mablag' sog'uvchilar bu davlatdan ayrilishga boshlagan bo'lib, chet elning Xitoyga bevosita sog'an mablag'i yaqinqi 30 yildan buyongi eng tuvan saviyaga tushib qolgan. Xitoy davlatlik tashqi perevod boshqarish idorasi 2 ayning 19 kuni e'lon qilgan sonliq ma'lumotga qaraganda, bevosita chet el mablag'i 2023 yili 33 milliard dollarga yetgan bo'lib, 2022 yildagiga selishtirganda 82% tuvallab, 1993 yildan buyongi eng tuvan saviyaga tushib qolgan. Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining bosh kotibi Jens Stoltenberg Xitoyning rossiyalik o'qituvchi Aleksey Navalniyning turmada qazo qilganligi to'g'risida baho berishdan o'zini qochirib, buni Rossiyaning ichki ishi deb bahoni ko'rsatganligini aybladi. Stoltenberg mundaq dedi: Beijing Ukraina urushini yaqindan ko'zlayotdi. Bugun Ukrainada yuz bergan ishlar Oti Osiyoda yuz berishi mumkin. Putin Ukrainada qancha muvaffaqiyat qozonsa, Çin'in Tayvan'da kuch ishiltish ehtimolligimi oshadi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mao'ning bo'lsa Stoltenbergning so'zini tanqid qildi. U Xitoyning boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaydiganligini va tinchlik suhbatiga ilhom beradiganligini aytdi. Yevropa İttifaqı Komiteti İctimai Aloqa Supsi TikTok'ning raqamlik mulozimat qonun qoidasiga xiloflik qilgan qilmaganligini aniqlash uchun rasmiy tekshirish olib bordi ekan. Yevropa İttifaqı Komiteti e'lon qilgan bayonotga asoslanganda TikTok'ning bolalarni qo'g'dash, oshkora e'lon berish, sonliq ma'lumotlarga erishish va supining xumor qilish loyihasi va ziyonliq mazmunlarning xatar qatorliq masalalarda raqamlik mulozimat qonunining qoidasiga xiloflik qilgan qilmaganligi baholanadi. Energiya va pokiza havo tadqiqot markazining tadqiqotida Amerikaning strategik hamrohi bo'lgan Hindistonning Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilish sababidan Rossiya neftini sotib olmaydigan g'arb davlatlarining o'rnini olganligi ta'kidlandi. Energiya va pokiza havo tadqiqot markazining CNN bilan o'rtoqlashgan tahlilida pul to'lash xotirlarida Hindistonning Rossiyadan xam neft sotib olishni urushdan burungi summaga selishtirganda 13 hassa oshganligi ma'lum bo'lgan.